Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarım. Men yaqinda Muhabbat kuyi nomli bir san'at kechiligi tayyorlab, Urumchi, Qashqar, Xonju qatorliq shaharlarda 15 maydon o'yin qo'ygan edim. San'at kechiligimni ko'rolmay qolgan qarindoshlarimning dil xush uchun o'sha 15 maydon o'yinni kirishtirib, Muhabbat kuyi nomli bu lentani tayyorlab chiqdim. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Hurmat bilan qarindoshinglar Abdukarim Tur o'g'li Abdukim Kalkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammalarga nasihat umahiyatida sevgilim solar. Men sizlarni tanishtirib etay. Men dadam Abdukim Kalkunning eng kichik umoq qizi Fadilsa Hidim bo'lma. Men bu 6 yosh kirdi. Begini mendadamdan toplar kesilki özgürlüğünü bulup bırakın bize dadam makul dedi. Dadam gittim bir anlayıcımın bizim aile şahslik. Ben sizlerle üzeriniz için kalan bir maksat muhtarayım. Ben dadamga bir amrak, ben anamga bir amrak. İyi açan bir şahsi, ben umarga bir amrak. Bizim aile Bekina. Kanda Resul Muhammed'in avazın çıraylıklıke, mendim avaz çıraylık umak ısıba, ben onu seni çakırım. Dada, hem seni çıkandı. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alaikum. Atana kerindaş, kerindaş.
Assalamu alaikum, alaikum. Ata-ana kerindaş, kerindaş. Assalamu alaikum, alaikum. Muslimine kerindaş, kerindaş. Assalamu alaikum, alaikum. Muslimine kerindaş, kerindaş. Bir terindaş, terindaş. Yolumuz 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 bir terindaş, terindaş. İkimiz bir terindaş, terindaş. Şiirimiz bir terindaş, terindaş. Rahmat, rahmat. Rahmat kızım. İkimiz bir terindaş, terindaş. Tahtimiz bir terindaş, terindaş. Tahtimiz bir terindaş, terindaş. Tahtimiz bir terindaş, terindaş. İlimiz bir terindaş, terindaş. İlgimiz bir terindaş, terindaş. İlimiz bir terindaş, terindaş. İlgimiz bir terindaş, terindaş. Buraya çıkamıyorsun Allah rahmet. Kulağımızın alamadım kesilirsin. Assalamu alaikum, alaikum. Ensilerge hasradaş, hasradaş. Assalamu alaikum, alaikum. Ensilerge hasradaş, hasradaş. Assalamu alaikum, alaikum. Ensilerge hasradaş, hasradaş. Assalamu alaikum, alaikum. Ensilerge rastladaş, rastladaş. Ensilerge rastladaş, rastladaş. Assalamu alaikum. Kemini qırındışınla Abdikerim Tur oğlu Abdul Hakim Kelkindin sizlerge yana bir qatim salam. Noruz bayramınlar mübarek olsun. Şu tapda özümni dünyadaki en baxtli bir adam his qilyapti ben. Çünkü bugün menimki bu tomoshabinlarimning birlaringlar onalarim, birlaringlar bolalarim, birlaringlar qon qarindoshlarim. Yana birlaringlar bo'lsa, eng yaqin urug' tuqqan qo'lim qo'shnularim. Yana birlaringlar bo'lsa, haq yo'lida qo'l tutish do'st bo'lgan mening ikki dunyolik qiyomatlik do'stlarim sizlar. Mening sizlarga bo'lgan muhabbatim osmondami egiz, dengizdami chunqur. Shuning uchun
Men bugungi bu kechiligimning nomini muhabbat kuyi deb atadim. Endi sizlar belkim abdukim kelkim bugun qanday qiziq itotin o'ynab bizni kuldirib deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Afsus, bugun men itot o'rindamayman. Nimishqa desanglar, men 30 yil bo'ldi artistlik qilgani, 150 parchadan ortiq itot o'ynabdim. Buni sizlar to'liq ko'rdinglar. Yana o'ynasam, yana shunchalik o'ynayman. Endi men bugun ovozimning sat bo'lishi qaramay bir naqsh kechilik tayyorlab keldim. Shuna mana talab qo'ygan vaqtda Abdushakirga, Osmon Muqamga talab qo'ygandek qo'ymay, mush xir ovozimga loyiq talab qo'yishingni umid qilaman. Bugun kechilikning hamda kompozitorman. Men qo'shiqchisiman. Buniki avtorman, o'rindiqchisiman. Buningdagi maqsad nima desa, boshqalarni she'r qilib aytsam, sizlarga oz berib qo'ydik ekan. Boshqalarni bir aytib she'r qilmay turib, sizlarga mush barimning hammani birib aytibman deb bugun yolg'iz chiqib oldim. O'sha qaramlik qilib soldim. Kechirsizlar. Mush ağlarning ko'pinchisini mush do'stlarim bilan mo'ngdishib turib, paranglashib turib, uyga kelgandiki bir ko'nglim alay deblam, kuyuqsiz chaga ağlar. Bunda kompozitorlardek o'tirib ishlab ketgan ağlar emas bu. Meni mushunda baxtli qilib tuqqan bir ulug' inson bor mush so'rinda. Bu ulug' inson mening onam Hojixon hojim. Shuning uchun men tunji naqshamni mana shu ulug' onamga atab o'qiyman. Mishalki barliq onalarimga atab o'qiyman. Assalomu alaykum jinim ana, jinim ana. Mana bu ulug' onam mush kishi. Bu onam ikkimiz o'xshaymiz. Chiroyimiz qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Rahmat, rahmat. Seni boshlab chiqib bir naqsh o'qib beraman ana. Naqsh qilib onamni bir damlat vaqtimda keldi sizlarga endi. Mana mush onam, qahramon bir ona. Hindistonning onanglarda qahramon onam bu. Bugun sizlarni qattiq xush qilib aytaman. Chunki bayatim biz musha kirishdan ilgari onam menga Jenim balam, bugün en yakın adamların kilidi. Çokum hoş geldi, bana dua kıldı ço. Sonra şimdi hoş kılıydım ben bugün kardeşlerim. Jenim ana, kulak selip baklarsa. Canım alacağım, alacağım. Mihribanim anacağım, anacağım, anacağım. Mihribanim ağlayacağım. Cennetin var mihrinde, mihrinde. Hem guzarim anacağım, vay anacağım. Cennet
yetinmar mihrinde hem guzarim can ana vay can ana Kim kirse tutumga omican Lehtem oldu jürgün Lehte buldu jürgün Vallam kuşav bolsun dep omican Tohtimidi tirikin vay canım Ballam kuşav bolsun deyip can ana Tohtimidi tirikin vay canım Bana amet kelgende bular idim yenimde bular idim yenimde Gönlüm yerim bulganda Hazır buldum yenimde vay canım Gönlüm yerim bulganda Hazır buldum yenimde vay canım
adalet sende var hak adalet vay canım bu akilay anican anican yaxşı yaşa selamet vay canım bu akilay anican anican yaxşı yaşa selamet vay canım ana vay canım ana Hada ana yardımı yan akşam. Yaradı. Assalamu alaikum. Müşakkaga er ayal. Mimallığa. Rahmet müş balamni qo'llab müşak kelib o'tirib bag'ningiga Allah rahmet qilsin. Rahmet ana, rahmet. Vay rahmet, anamdan dop soğuk kıldı. Hatta yerdə son gap qilganlar dop kiyishni unutib ketganman, yana anam alim ekan. Voy qanada tutasan. Rahmet ana, rahmet. Voy jenim ana degan mana mangu bildi ekan. Hatta o'zining ismini mening qizimga berib etdi-da. Voy bunda rahmet ana. Anamni apirib uylanglar. Bana verimse? Vay canım balam gülgü soğuktu. Sen yüzden bir gül balam. Tanrı'nın seni bana soğuk kıygan. Rahmet. Bu günü yanı sana soğuk kılım ha balam. Rahmet. Anam Hacıhan ağacımga Muşunda Nakşidin milyon okusam mı bu anamın ecrini mendlik qarzini ado qilolmayman qarindoshlar. Bu anam 13 bola tuqqan esil bir ayol, qahramon bir ona. 13 bolani tug'ib, 7si hozir biz hayot. 7 o'g'ilninki qanchalik onasini qaqishtirganligini bilasizlar hammanglar. Moshunda qaqishsakmi, anam bir kun zerikmay, bir kun turikmay bizdan og'rimay, da hozirgacha bizga mehmonatini berib, bizga kuynab, bizdan bir qatimni renjib boqmay, mana bizni qator qo'shib beqib kelyotdi. Shunga moshunda onamning bo'lganligidan faxrlanaman qarindoshlar. Rahmat. Ana Tangrim sana uzun ömür ato qilsin. Biz sana muhtoj ana. Uzun yashag'aysan ana. Endi Moşu isil anamga ko'yib, moşu anamni o'zining nikohiga elishni bilgan, yana bir qahramon odam bor. U bo'lsa, mening dadam Abdukarim. Mening dadam rahmatlik Abdukarim, nayte mard, sehi, itiqodli, mardona oq ko'ngil chiqish qatmi shunday bir ichil azamat edi. Anam ishki to'y qilib bizni shu dunyoga olib berdi qilib mana 94-yili dadam rahmatlik qazo qilib ketdi. Bu bir qonuniyat. Hozir shunda o'ylasam o'shadiki nurg'un do'stlarimizning dadisi yo'q ekan. Men shu munosabat bilan ota deydigan bir naqsha ishlagan edim. Bu kishi bizga haqiqatni o'rgatgan otam Abdukarim bo'ladi. Yeni diziki Abdushukur Muhammad Emin. Bizning Uyg'urlarning olimi Abdushukur Muhammad Emin bo'ladi. Şu ata degan naqshini
müşahid qazo qilib ketgan barliq do'stlarimning otisiga va o'zimning otisiga atab ashnaqishni hozir sizlarga o'rindab aytmoqchiman. Eslep seni can ata Akşay taylem bugün Anlap menin köyünü Hatırcım yat sen bugün Hatırcım yat sen bugün Sevgi dostluk muhabbet Bulgaç yaşaşmiz olun Bulgaç yaşaşmiz olun Her bir işin yakşidir Hakiz bulgaç imanın Hakiz bulgaç imanın Muhabbetke eriştik Canım ata yüzümdin Canım ata yüzümdin Çok yaşaşlı yügendik Emirindin sözümdin Emirindin sözümdin Yamanlarına taşıdım Yakşılarına baş yedim Yakşılarına baş yedim Ya Rabbi diyenge Sen ketkende yaş yedim Sen ketkende yaş yedim Canım ata yaşadım Gittin canata Bizge miras kaldırıp Bizge miras kaldırıp Hakikatin nurini kalbimizge yandırıp Kalbimizge Nakşa eytiler Sendin kalgan nurlarını Sendin kalgan
Beşarettir emrim cennet degan joy deysan cennet degan joy deysan Mana şu otam bilan onamdan bo'lgan biz hozir 7 qarindosh hayot. Biz dadamninki ta'limi bilan odamlikni o'rganib biz qon qarindoshlarimiz inoq ittifoq o'timiz. 7 o'g'il biz taqa hozirgacha sening mening undaq bundaq deydigan hayotimizni bir maqatim biz bundaq kelisholmaydigan, xapılışab qalaydigan ishni qilmagan qarindosh. Lekin hozir jamiyatimizda ko'rib turibmiz. Atrofimiz nurg'un kishilar beyg'on degan, pul topgan degan, ozroq shaxsiy manfaatim deb qon qarindoshlar bir-biri bilan dushmanlashib, o'shunday yot odamni qat'iy holatga keltiryapti qarindoshlar. Qarindosh degan Tangrininki insonlarga bergan bir-biriga bergan mukofoti qarindoshlar. Shunga qarindoshlar bilan inoq o'taylik, ittifoq o'taylik. Hamda şu qarindoshlarım bugungi so'ringa kelibdi. Şu bir naqshamda shuni tayyorlagan shuni o'qib beraman. O'rinlab turgan naqsham hozir degandek janjigan qarindoshlarimda qarindosh degan naqsha. Qarindoshlarım, inildoshlarım, mengülük vatandaşlarım, mengülük vatandaşlarım. Sizleri hoşluğum, sizleri boşluğum, ey qarindoshlar, sizler dostlarım. Ey qarindoshlar, sizler dostlarım. Sizler berdinglar bir haq dostlukni, dostluğunlar benim taptım hoşlukni, taptım hoşlukni. Dostluğunlar dim, taptım hoşlukni. Dostluğunlar dim, taptım hoşlukni. Bırınlar yüzüm, bırınlar gözüm. Ey qarindoshlar, hammalar o'zim, hammalar o'zim. Ey qarindoshlar, hammalar o'zim. Yaşaylı inab, bulmaylı icrab, dostluk tünide bulaylı çırab. Dostluk tünide bulaylı çırab. Qarindoshlarım, imildoshlarım, mengülük vatandaşlarım, mengülük vatandaşlarım, qarindoshlarım, imildoshlarım, mengülük vatandaşlarım.
qarindoshlarım, rahmat sizlarga. Akşam yarg'a o'xshaydi o'xili. 5 minut vaqt bersizlar. Ben bu qarindoshlarımni bir sizlarga tanishtirib qo'yay. Chunki sizlar meni qarindoshim sizlarni qarindoshim emas. Men agar tanmaydigan bo'lib qolsa, bunniki do'stlab ketishinglarni umid qilaman. Bu kishi Abdurishit Palvon. Mening qaynatam. Dadam. Bu adam asli metib ketib, mush adam uyan qo'ysa 5 soat qo'ya oladigan adam. Mana otishda qiziq adam bu hamda. Har bir gapini eslab aytadiganlar o'xshash mush otishda hammadan kuldirgan mushdaq Noj Palvon adam. Bu adam o'sha ayolim bilan men to'y qilgan chaqda ayollardagi ba'zi kishilar bu artistga ish qildi, qizimni bo'zak qildi ekan deb bamib ekan mana. Bu dadam agar bu qizimni olib kimga bamisanglar chapanni serganda bo'lib chiqitaman deb men o'sha qizini berganda shunda o'sha odamga hurmatim cho'ng. Hamda mayoq kelimiz. Madem hamda Namtimin Shavaz. Bu Shavaz meningki onamning inisi oldu, tag'am bo'ldi. Bu odamni 5 soat uyan qo'ya oladigan odamimda. Atishdi to'y-to'kin bo'lib qolsa, Mo'shu bizning o'yadagi bir chashqan yo'g'im bir tog'a qunaqni yutib ketib bordi deb so'zlaydigan bo'lsa, 5 soat so'zlaydigan bo'lsa. Nochil mart odam meni tog'am bo'ldi. Mana akam atishdi mashhur nomba İmam Ziyali. Atishdi İmam Ziyali dedi. Bu adam 102 sınıfgacha o'qimagan odam amma. Bu adam Amerikadagi palani qanchimidi degan gapni mushadan biladi. Nakam jug'rafiyada o'qigan. Qani bu jug'rafiyada o'qigan haqiqiy bilimni bilgan bilan 5 sonliq ma'lumot esidan chiqib qoladi. Akamni bukun yadga o'ymonlik qancha gektar desa, akam unutib qolgan bo'lsa, makam yig'ib olgan bo'ladi. Bu adam dünyada kendi kitabını ko'rgan, o'zidan bilimli akam. Endi bu akamga chamg'u nima foyda qiladi, jigida nima foyda qiladi deydigan mushundaq endi mush akam tijoratchi bo'lmay qolsalar, do'rgar bo'lsalar, xotirjam javob qiladigan odam endi. Bu adam nayt odil odamdan. Atishda har qanday narsani iqtisodiy da'vo qarindoshlarning jidil bo'lgan, ommaviy ishlar bo'lgan, yo qurilish soladigan yoki pul yig'ib xalq ishlari ishlatgan har qanday ishlarda atishdi bash maslahatchi, urush qolganini aplashtiradigan murakkab odam. Agar urush yil qilgan bo'lsa, mana o'sha odamni izlasanglar birdan aplashtiradi. Mana shunday janjigar akam endi bu. Endi mana akam, Abdug'ani akam. Bu akam o'zi oliy maktabda o'qigan, bilimli, ziyoli, ilmiy, eg'ir-vesiq odam endi. Bu akamning bir nochiri endi. Mab, sehi, oq ko'ngil, eg'ir-vesiq mujdagi bir noch akam bu endi. Endi ma ukam, hojim. Bu inim mening kaynim bo'ladi. Bu ukam endi mushu bizning avlodningki yaxshi kun ko'rish uchun jinini pido qilgan bir qahramon inim endi bu. Bu inim maktabda o'qiydigan vaqtda, 2-3 sinfda o'qiydigan vaqtda 2 so'mkisi bor buningki. 1 so'mkisida daftar va 1 so'mkisida gazir bor. Onun 10 yoshga kelgan vaqtda xotinni gilmak kelib setishni boshlagan shunday tug'mi tijoratchi, anandan topgan pulini yaxshilik ishlatadigan sehi, nat, hammishlik tartiblik, e'tiqodlik, mana shunday bir yaxshi qilishim bo'ldi. Bu ukam ikimiz kichik vaqtimizda yotganda birga yotdik. Endi bu ukamning keynidagi Abdumajid Qari degan bir ukam bor, u hozir Bishkekda bo'lib musharda bo'lmay qoldi. Mush ekran orqali shu inimga bir salom yo'llagim kelyapti. Inim Abdumajid Qari, seni to'limi seg'indik. Musharda bo'lishini to'limi arzu qildik. Har yani kilaysan canım kardeşim, seni hammamiz seg'indik. Endi mafkam Xudoning imom.
bu ukamni shunda ko'ngli daryo nochi isil mayt oq ko'ngil tuqqanchi shunday bir qarindishim bu hozir bu qarindishim bilan ikkimiz qo'shna shu men xotirjam hech qanday shunday karim yo'q ukam qiladi mani ukam Abdulla Qarajim bu yoqning kichiki bu inimizmi nayt isil yaxshi baland ilm o'rgangan bu shunday isil yaxshi inimiz taqim bilan ilimlarimni bilsanglar hamda mafkamning ishi taqim qiziqanda men o'qishib turib 5 yildan keyin atish san'at maktabida ishlayotgan vaqtida bir kuni 15 minutlik ishga kechikib ketdiman shuni bilan boshliq xat bo'lib ketdi-da sen nima ish kechiksan dedi onam tug'ibdi ekan dedi desem piştindeki zaldaki ballı baraklap kulüp etti. Ola hazır kaç uçurup kalsa anan tuğatam neden sorayım ben. Demek ben hizmet çıkıp 5 yıldır tuğulgan en küçük etibalık bizim kardeşimiz Tursun Mehmet. Hem de Nuş karındaşlarımın aldıda fikirlerimni başkalarımı da akırap koygan bolsam akıllarım meni boshqaraman desa bu yantoqlik qilib qo'ygan bo'lsam oldinglardan to'g'ri qilib qolgan bo'lsam bugun jamoatchilikning oldida sizlardan afu so'rayman qarindoshlarim meni kechiringlar Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar qutlug' Navruz bayramingizga muborak bo'lsin endi yaqindan beri inim naqshi muzika ijodiyatidanmi shug'ullanib tirishchilik ko'rsatib qo'yibdi qasinglarning qimmatli fikrlari bo'lsa berishinglarni umid qilamiz oxirida har biringizlarning diningizlarning salomat oilanglarning baxtlik turmushinglarning ko'ngilli bo'lishini tilayman shuning bilan birga merhum dadamning ro'yining shod bo'lishini 13 bolani tug'ib jafosimizni tortib to'g'ri hayot manziliga boshlagan mehribon onamga cho'nqur sig'inib tashakkur bildiraman oliy ehtiromimni bildiraman hammamizga inoqlik ittifoqlik har joyda har doim yor bo'lsin ko'pchilik rahmat rahmat qarindoshlarim rahmat vaqtimni oldim tushib o'yinimni ko'ringlar mening dadam rahmatlik Abdukarim bayatim dedi nayti mehmondo'st do'st qadrlaydigan shunday bir isil odamda dadamdan udim olgan bo'lsam kerak men shu do'stlikni e'tiqodni shukur pallasi deb qaraydigan odamman shuning uchun men do'stlarim bilan chiqishib o'tman do'stlarimni man xeli omroq endi shu ikki dunyolik jon jigar do'stlarimga atagan bir naqsham bor shu naqshamni o'rnab bersam Yaxşılarını ayritay, hoş ayritay Yamallarını jığritay, kan jığritay Yaxşılarını hoş elayman, hoş elay Yamallarını jığritay, kan jığritay Hakikatni yar tutup, men yar tutup Yaxşılarga dost bulayman, dost bulay Hakikatni yar tutup, men yar tutup Yaxşılarga dost bulayman, dost bulay
Dostlarımın düşmeni vay düşmeni, düşmanımdır eşeddi eşeddi. Dostlarımın düşmeni vay düşmeni, düşmanımdır eşeddi eşeddi. Dostlarımın dostları vay dostları, dostlarımdır ebedi vay ebedi. Dostlarımın dostları vay dostları, dostlarımdır ebedi vay ebedi. Dostlarım gav kaskınsa vay kaskılsa, hak ne bilmez nadanlar vay nadanlar. Dostlarım gav kaskınsa vay kaskılsa, hak ne bilmez nadanlar vay nadanlar. Kalkan kıllay yüzemni men yüzemni, dostlar aman bulunlar bulunlar. Kalkan kıllay yüzemni men yüzemni, sizler aman bulunlar dostlarım. Yaxşılarını yayri tay hoş yayri tay, yamallarını ağrı tay kan jığlı tay. Küyle bakni dostlukni vay dostlukni, yaxşılarını yayri tayman yayri tay. Küyle bakni dostlukni vay dostlukni, dostlarım ni yayri tay men yayri tay. Men üzem ni yayri tay yayri tay. Dostlarım ni yayri tay men yayri tay. Rahmet. Maaf kardeşim, rahmet. Köstü bular mı dostluk yıldızı, yerde bular mı dostluk yıldızı, dil yançıgının uğurlap alar, büyük urukni sama etize, Abdur Muhtar Burak. Bizde şu Kadinas degan bir gap bor. Kadinas degan gap mana bu Kadinas avlilar güçlü. Seni yıldızın peygamber çukuruğa tutunum yüksek deb olay. Rasul etqalıdan mushunda yalğız yekjigane bir chiqinmoq bo'lib ba'zini tushdi. Dafaslar. Hamda paç xet var. Şu xetni o'qib beraylik, qarsam ahamiyatli xet ekan. Assalomu alaykum. Men qadrlaydigan qadrligim. Biz to'y qilishdan ilgari men san xuddi Farhod shiringa, G'irib sanamga, Tohir Zuhraga, Leyl Majnunga oshiq bo'lgandek oshiq bo'lgandim. San erishish uchun Tangriga qilgan duolarimdan Tangri ta'sirlangan bo'lish kerak.
takdir nisip bilan ahir ishkimiz nikah qilib halol er xotinlardan bo'lib bir yostiqqa bosh qo'ydik. Men shu chaqlarda o'z o'zimga men ayolimga mangu kuylaman. Uning zarrachilik ko'nglini og'ritmayman. Bu dunyoda amroq er xotin bo'lib o'tib, u dunyoda birga bo'lishga asos yordaman deb va'da qilgan edim. Sen ayollik majburiyatini to'liq ado qilib, ota-onam urg'u tutgan do'st birodarimning oldida yuzimni yo'riq qilgandim. Erni er qilgan xotin, yer qilgan xotin degandek mening haqiqiy bir erdek meydamni ko'tarib yurishimga muhabbating, ishchanliging, mehmon do'stliging, ushq yo'riqliging bilan sharoit yaratib bergan edim. Shunday qilib sen birinchi balamga homildor bo'lib, menga oydek bir bola tug'ib berdim. Shu ishdan bir mezgil o'tgandan keyin heyt kelib qoldi. Men sana heytlik kiyim elib kelay deb 1000 yuan pul bergandim. Heytning orif kuni sendan heytlik kiyimni oldingmi deb so'radim. Sen men qaramayla. Shuni gün anam kelgan, siz bergan pulni onamga kiyim eling deb berib etdim dedim. Kalva, ben o pulni xotinim kiyim kiysin deb bergan. Herkesin qaynonam kiyim kiysin deb bermagan. Anamning eri bo'lgandan keyin eri bilib bas bo'lmamdi kiyimlarni dedim. Sen mening bu gapimni anglab, men qarab birdan turdingda, anam sizdek nomard odamning puliga kiyim kiymaydi dedim. Bu gapni anglab g'azibim tashdida yugurib berib, nomardga mana bunday bo'ladi deb yuzimga qattiq shapalab soldim. Sen mening yerimga etirib kelib, ura, yana ura, meni urib o'ltiraver. Senin tarig'oniga yurgichi o'lib sendan qutulay. Ko'nglimga azar bermaydi deb sana tekkinim uchun ura. Baxlamdek bola tug'ib berganim uchun ura. Bir necha ketim tayoq yeb, bolam yetim bo'lib qolmasin deb sabr qilganim uchun, ajrashmaganim uchun ura. Og'zimni pilimotga qo'yibdim. Mening texim ochig'im keldida yana bir qochdim, yana bir shapaloq urdim. Sen yuzingga shapaloq yegandan keyin orqangga qochdim. Men seni qo'g'lab berib, bor kuchim bilan yampishingni qattiq birini tepdim. Sen voy yuzim, voy yampishim deb baqirayding. Bolam chir chekraydi. Men sirtga chiqib ketdim. Sirtda nishonsiz ketib olsam, bir telefon kelib qoldi. Olsam onam. Kenim balam, hayetlik kiyim olsun deb 1000 yuan pul berib ekansan. Bugun keyin qizim pulni menga berdi. Rahmat balam. Ben hoş buldum, sen de razı buldum. Ben telefonu koyuver. Telefonu tutup turup kaldım. Beşimden bir çilek muz suyunu koyuverdik, embikip gittim. Kartıkını muz kılavat attım. Benim bütün vücudumdan xuddi tog'dan tushgan yomg'ir suydak bir-biriga qo'shilib qattiq jig'i kelyapti. Ko'zlarimdan chiqayotgan bu yoshlar pushmon yashaydi. Rahmat yashaydi. Kechirim so'rash yashaydi. Hijolat yashaydi. Shunga bu xitim orqali sendan eng oxirgi xitim bu so'rashni loyiq topdim. Rahmat qizim. Meni ikkinchi qizim amonsa. Rahmat bilan. Xitimni tuvan qo'shiq bilan oxirlashtiraman. Bir çağ va'da bergandim, men bo'lay deb bulbulum. Lozim bo'lsa sana men bo'lay deb bulbulum. Nikoyimga o'tgandan sen va'damga ishinib, bergan iding muhabbat, meni erkak tushunib. Biroq seni ranjitdim, azor berib ko'nglingga, bag'ri tosh zolim bo'lib, urdim hatto yuzingga. Kuyimchan bir er bulup illetmedim kalbimni, ado qilib durishimni, kuldirmedim ko'nglingni. Oxir bir yet geçirgin, pushmon qildim tushangin, ikki olam yorimsan, bu va'damga ishongin. Menimcha mushxet tasvirlangan ahvol mushad o'tmagan erlarning hammamizda ozdir ko'pdir bir illatmikin deyman. Xotindan qo'rqmaydigan deb namazat mushuni nochliq deb qaraydigan bir qism odamlarimizda mushlar bir illat bor.
ulug'larimiz insonning eng yaxshisi ayollarni hurmat qilgan insondir degan. Mana mundaq haqiqiy nocha bo'lgan bo'ladi. Bir aileniki inak bo'lishi bütün bola chaqamizdan tortib, bütün jamiyatni tortib, insoniyatga baxt keltirdi. O'zining oilasini baxtli quramagan odam, manda million urlab unda yaxshilik qilaman, manda ulab manda qilaman degan hammasini o'ldi. Oldi bilan oilamizni baxtli qurab chiqargan vaqtimizda endi boshqa gapdan eg'iz ochsak bo'ladi. Shunga hammamiz oilamizni, bolalarimizni, tuqqanlarimizni, do'stlarimizni, suyishlik tegishlik barliq yaxshi insonlarni suyishimiz kerak. Men endi ayolimni o'tiribdi bu yerda. Endi ayolim bilan to'y qilganiga 20 yil bo'ldi. Shunga mendimmi balkim shunday ahvollar o'tgan bo'lishi mumkin. Xatolikni ayaqni yaxshi o'tkazmaga yaxshi, ammo o'tkazgandan keyin tuzatganimni bir nochilik shunda. Shunga men da qarasam bunda quruq noch bo'lmay, birga bir nochilab taqqanman-chi. Men mush ayolimni mushib, butun jamoat oldida mushday avval o'tgan bo'lsa bir afv so'ray kechirishni umid qilay deyman. Farishtadek uch bolamning onasi. Mana sodiq ayolim Maynur xonim. Mushxatdek avval menda o'tib ketgan bo'lsa, dadalligimda meni kechiraysan, afv qilasan. Men bugundan boshlab mo'jizadan bo'lmoqchi. Jenim tenimda chiqsa, ko'nglimga qilchilik muozar bermaydiganga mushadi, nadi bermoqchi. Meni bir kechirib o'tdi. Rahmat. Yani qo'sqigan ayollarni qo'sqigan. Qarasam kechirib o'tganligi chiqib turdi. Voy, jenim bolam, oppangiz chiqadimi? Rahmat. Rahmat gul chiqarganingizga. Ulug' onam Hojixon Hojim bilan sening ulug' onang Maynur xonimga ne uchun vakolatan mush gulni topshirib bergan dersan qiz. Hamda müşahidiki kelgan boshqa xotin kelgan erlarni agar mushundaq kamchiliklar o'tkazgan bo'lsa, müşahid ayollaringizdan afv so'ramasa men u yerni boshlamayman. Hozir boshlandi, afv so'rash boshlansin. Sen so'ranglar o'sha qari, o'tamay. Bada Hacım sılımı sorslar, hacımını vuruyordu xotine. Soramadınız ya. Sonra. Günahımız yok, hep bu sefer. Çocuk günahımız konuşma, bunu için çıkıyor ya. Yüzüne böyle açtıklarında ayakta soruşumuz gerek. Ayakta sorsa biz takımı ayarımızın yüksek mağlup vereceğiz. Ayollar, yol dışında afv so'rab bo'ldimi? Daha az xatirjam bo'ldim. Ayollarni uyan kelib kelmaganlar. Sizlarga bir omonatim bor. Akşamlık uyga borgan vaqtda cho'qim ayolinglardan afv so'ranglar. Bo'lmasa men omonatga xiyonat qilgan bo'lib qoladi. Jumamsa? Kelishdik-ku? Ha, bo'ladi. Shunga men mush ayollarningki ma'bit tasvirlangan bir qo'shiqimni o'qib beraman. Bu qo'shiq bugungi dal mush kechiligimning nomi bo'lgan Muhabbat kuyi. Tanrı yavrum ademni pak toprağın yaratkan Tanrı
doğrum ademi bak toprağın yaratkan Animiz nihvani ertinidin yaratkan ertinidin acratkan Animiz nihvani ertinidin acratkan ertinidin yaratkan Çünkü Adem hevasız tenhalık tazir iken tenhalık tazir iken Çünkü Adem hevasız tenhalık tazir iken tenhalık tazir iken Tanrı bir hevani muhabbette biriken muhabbette biriken Tanrı bir hevani muhabbette biriken muhabbette biriken Dimekerle ayala yariliş taldırlaten yariliş taldırlaten Dimekerle ayala yariliş taldırlaten yariliş taldırlaten Muhabbette biriksek hayatımızla selken hayatımızla selken Muhabbette biriksek hayatımızla selken hayatımızla selken Ay Allah'a küyeyi, ay Allah'ım küyeyi, ay Allah'ım küyeyi. Ay Allah'a küyeyi, ay Allah'ım küyeyi, ay Allah'ım küyeyi. Adem bilen hevadek Bekit beyci süreyi Bekit beyci süreyi Adem bilen hevadek Bekit beyci süreyi Bekit beyci süreyi Adem bilen hevadek Bekit beyci süneyli Cennet beyci süneyli Bekit beyci süneyli Cennet beyci süneyli Bekit beyci süneyli Cennet beyci süneyli Adımızı Canım dostum, bu adil dostlar eski kız gapta hech kimda.
Endi ma'aytim naqshni o'qidik. İnsanın en noçi xotinni siyaset bilan boshqargan emas, muhabbat bilan bo'ysundirgan erkak mana haqiqiy erkak kishi. Unda mushun akşam necha urushib qolgan odamni aplashtirib qo'ygan naqshi bu. Buna güleverme. Karış kilimiz var bu narsa. Ben şu oturamaya çıktım. Makara ediyordu bu narsa. Otunu bilen ben uğraştığımda. Estağfurullah. Abdülkim acayip insan cevabı. Benim tarzımca bu adam bir eserde bir yakın iki eserde bir sıkıntı bu adam. Ben hep durup bir tane doğru işi aldım. Jürgüm tasıyasın mesela. Demişken musun nakşiyeti ben diyette ve ayağım ciddileşmem. Öyle oturup ben ciddileşip ettim. Abdülkim geldiğinden nakşiyetçiliğe baran burada 5 kısım sordum bir genler. Sorsa ben değil. Bu hep doğrudan Kudaya. Ben abdülkimden nakşiyetçiliğe bardık yapmışlar. Özel işinmey. Bayat dünya hepsini fotoğrafında Kudaymışın avazı ve bizim babamı getirdim. Ben anlap, daha etti. Koşup kaldım. Tava. Bu atışlık yanının işi neme degen çında hemen. O düzünü yaka ağabeyini bala. Bu nakşiyetçiliğini bilmekken rast yapmışlar. Keç gündüz uyum koyup, ıllı işlep, kulumay, cappa tartıp, bilişken ağabeyisimen. İpotla emcik oynagan ağabeyden bizim işi. Bir kitim ağabeyinin avazını anlap bakmak kendine. Manın yuşuruk pişbalıkını man demirse, ağaçla paydı bayaya getirsin demeydi bu ağabeyine. Zihinle man uyutukla paydısını öz yaptı. Bizim koşuyanı men tapkadımasa oynat. Orada gelir ama ben. Ağaçlıkla azaldan aşağı royu bakma. Ziyaret kalan yüreğini kadar. Şimdi ama ya ne işine yararsın? Dini doksan da. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bari İslam'ın cemaat zemsime. Neymiş ağaçlıktan bir başımaydı ama. Yani yeni bir neslini ügünüp aldım. Adam hayatı yana hemen neslini ügünüp boğulamayken çok niş yaşkilep, abdikim bilen 30 yıl ağabeyini bulup, adayam abdikerimden düştük kava. Biz yeni neslerini hazır anlattığımızda sana şunlar dedim. Ma abdikimden roye kava. Muşumdak sen avazını ıslatlatmayın, nasıl geçilir kıradık ya. Adam dünyada kelimeler bilse hemen nesil kılınıp bulurken bu. Ben yani bir yeni nesil ügün oldum. Bugün oyuqtu koydum cuma dersin. Kimden iş püşük olsa, sen çoğumuz yerin bakıp kalanda bir buna mesele sorayınız. Ötkenden şunu olan ben ayalımını sen deyip bir rencidi koydum mu dersin. Aslında kısan bulmaydı. Sen bunu da tedaval yetip aldın. İnsan toktat da depla. Şimdi bu aşırı sazlı etla çaldı bu. Nemi çalsan sen toktattın ben. Tırtılanla loyun kılalan da dersen istep. Cinin kotulan diyen dersin birine nakmeyden de etti bu. Şimdi bu lan Nakşine loyun tutup ögü veripler, gep kumayla ayalım koyap verdim. Cinin kotuğunu diyen koyap verip aya karab dursam, ayalım jığlap tutip, bir demde karsam, tamı kuzu yavlan deydi. Endi bu ağinamga ahırda ben de bir gülüm kütürep yemek mi, yağmur yürüttü, gülhan tapamdım, rastya kısan. Şu anda... Bunu pul versen buldu. Buldu. Nemi ağaç şuroyunu kılay dep söyledim. Yak. Sizden... Tenim salamet olsun, ailem bəxt olsun. Bunun ki tıxımı muşda nadir eserlerini özenle oynap kalmay, mana mı, Abdikerim'e mi, hoş yukarı mı, yüzbegin, bizimle oynaylı, halkımızı sellemez, hemimiz pen küldüreyle. Rahmet. Kardeş dostum.
Belki takıcık ol. Ballarımla zinap öt. İttifak öt. Allah kılarsın. Arkadaşlar. Nerede güldek doğru. Aça. Ballarım nerede güldek geçirip dursun. Arkadaşlar. Assalamu alaikum. Ablekim kelsin bilan biz 1-sinfdan tortib 5-sinfgacha birga o'qigan saboqdosh. Birinchi bizdan hech kimga o'xshamagan bir do'stligimiz bor. Shu o'z vaqtida biz shkolan hozir tarixda 5 o'qimiz bilan o'qiydik. Maktabda men eng meni, eng dö yaqinlarim chilab ketgan. Bunimni lal aytgandikan, yanlarim qaqachilab ketgan. Cümleden abлекimden başka hiç kim men bilan do'st emasda ham o'ynamaydi. Bu mektepte meni qo'daydigan sinf boshlig'i ham yaqin janjigar do'stimdi. Shuna kelgan degan taxallus meniki men bakardi ekan. Öyle takımla vallahi. Atenas dedi karşı yıllık balı bilen dostlar 5 yıl kovda bugün kimseye adamga işlemeye maymayız. Kulağa şile etseniz ağaçsı olan ki ayet gelip kaşıydı ki kaşıyken kulağa yarmaydı ki şu ben ne kılam da bunda azrap dedim. Rahmet. Ben bunu şu tören oturmaktan bazı tamaşılarına okşaş hayacanlanıp oturup nurg'un qadimliq suhbatlarimizdan hayot haqidagi kasbiy jihatdagi va boshqa jihatlardagi nurg'un qadimliq suhbatlarimizdan bugun mana shunday muhabbat kuyi shaklida mujassamlanib o'sha tomoshabinlar bilan yuz ko'rishlardan to'liq suyunyapman. Ko'z tegmasin. Rahmat. Vay rahmet sağlıcım, Fatih sağlıcım. Yüzden güldektir, güle çıkarır da. Kardeşlerim, evet sıralarlar, ben güldektir olar, sıralarlar, tutuk olarlar. Vay canım balam. Toktan. Vallahi siz şakalatlarım yani. O şimdi bir şakalat ediyorsun ha kızım ha? Valla bu sahasındaki kardeşim Şir'eli. Ertekin. Vay Tırsılık'a. Vay Tırsılık'a rahmet akıcan. Vay dostum rahmet. Xudo adil müjdosash, men Abdukin Kelkinning bir naqsh o'qiyalaydi deb o'ylamaydim. Ammo nat mumliq ongil bayonimiz nasıl? Kulg'ayat ko'rdim, ko'zim yosh chiqdi. Rahmat. Kardeşim Abdullah. Rahmat kardeşim. Bugün bu sonunda herkes tomoshabinlar birga, yani bizning Uyg'urlarniki xalqaro olimi tushkun Uyg'ur xalqining ustozi Muhammad Salih Xarajim uyanadi. Bu ustozimda bir do'q kelishimda endi masala beradi. Assalomu alaykum Xarajim dada. Hammamizga dedi tushkun Uyg'ur xalqining dadasi otasi Xarajim. Assalomu alaykum. Azizim, kim bilan? Qaranglar. Rahmat. Qani salom shariya, abdasini qilib qo'yman. Kechiraman. Rahmat qarashga. Rahmat. Qarashga rahmat.
Kazım Çelik'a. Vay rahmet. Bak oğlumuzun buraya bir çıkarır. Kazım. Kumuşu toplayayım ben sizi soğutursam. Rahmet. Rahmet. Kazım işte vay rahmet. Hadi bir nakışlık ettim, şu nakışlarımda orundap biri. O bolsun o, hak bir. Bir dur, ha bir dur, kendisi yok yana, kendisi yok yana. Şeytan yuni bölünmek, kaliptir hamana. Hep kalıp duramam ona. Dur bir dur, bir dur. Hakni kılmak asandır. Hakni kılmak asandır. Güleylisem gönlümni birlik bilem yavsandır. Birlik bilem yavsandır. Dur bir dur, bir dur. Akta var tünen cennet. Akta var tünen cennet. Yüreğini sen cennetni Hakka verdim Muhammed. Aktamor tümen cennet, aktamor tümen cennet. Yüreğini sevmem cennetni, hakka vergin Muhammed, hakka vergin Muhammed. Her joy cennettur, bizga her joy cennettur.
Kızıldırmalar, bırakırım. Bir olsak, bayatım degandek, inoq bo'lsak, biz beşimizga qanday qismat kelsin, nima ish ko'raylik, har qachon baxtiyorimiz qarindoshlar. Shunga bir bo'laylik, inoq bo'laylik, ittifoq bo'laylik, do'st bo'laylik. Bir-birimizga muhabbat beraylik. Hamda yana bir parcha xat bor. Assalomu alaykum. O'zimning san'atga va san'atchilarga bo'lgan ba'zi ko'z qarashlarimni siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hammamizga ma'lum, eng qadimiy bo'lgan Uyg'ur xalqi azaldan azal san'atxumor, hissiyotlik, aqlli bir isil xalq. Bizning endi oyga chiqqan umoq bolalarimizdan tortib, oq soqol, oppoq sochliq buvay mo'maylarimizgacha san'atni yaxshi ko'rdi. San'atdan huzur ola oladi. Men bir Uyg'ur bo'lganligim uchun albatta san'atdan ko'nglim yayraydi. Shunday bo'lg'achqa san'atga va san'atchilarga bak diqqat qilaman. Televizorni ochsam, san'at programmalarini izlayman. Biroq hozir qo'yilayotgan programmalarimizdan ma'naviy ussizligim hozir qonmayotdi. Sahnalarda o'ynalayotgan bir qism usullar nima uchun to'y-to'kimda o'ynaladigan usullardek hissiyotlik, qizg'in, mardona yetishlik emas deyman. Ba'zi usullar usulga emas, mushlishga o'xshab kelyapti. U artistlar qancha kuchigan sari usulimizdan shuncha jiroqlashib ketyapti. Usul o'ynab etib, qir odamlar molli qotadi dedi. Adablik, axloqlik, sharmiy hayolik, isil madaniyatlik, ulug' bir xalqning obrazini yaratayotgan erkak artistlarimiz dunyoning onasi bo'lgan pok diyonatlik ayollarning obrazini yaratayotgan qiz artistlarimizni birdan quchog'iga o'ltirg'izib olsa, birdan tag'a ko'tarib olgandek do'lisiga ilib oladi ekan. San'at turmushdan keladi. Turmush chilliqdan ayrilgan san'at emas. Nerede bizning xalqimizda kollektiv oldi bahslashib, oldidagi qizlarni quchoqlab, tag'a jutgandek jutib yuradigan qiliqsiz odat bor. O yerda bo'ladigan qiliqlarni saniga elib chiqishning qilchilik ahamiyati yo'q. Har ishning o'rni bor emasmi? Rost gap qilsam, men hozir xotirjam televizor ocholmaydigan bo'lib qoldim. Televizorni açıp kino ko'ray desangiz, sap deylik chet ellikning qalin kinolari. O'zimizning naqsh usulini ko'ray desangiz, texi. Bir kuni bir plastinkani elib qo'ydim. Bu plastinkada uchiga qo'ltiq kimdiklari echilib turadigan jaldur jildir latpitini kiyim deb ustiga ortib olgan bir qizni qip-qizil kiyim bilan gullik uti kiyib olgan, yo'g'on tumoqliq bir adash mikyonni bozgan xo'rozdek bozlab yuribdi. Qarsan ular bir-biriga qarab suyini chachqin turishdi. Elik adash tumoqlay, qishqilay demay, elik qizga ming xil noriz karishma qilib, qizning oldi tizlang'in to'di. Elik qiz xuddi jin tasqab qo'ygan saranglardek sochlarini cho'p, oldi tizinib turgan elik yo'g'on tumoqning atrofini qushlardek cho'gilgin to'di. Yo'g'on tumoqning bo'g'risi tutgan bo'lsa kerak, elik sarangni dulusi elib, u yon bu yon taqlab peyqirgin to'di.
necha ming odamning oldida elik oq tomog'ining bo'yniga minib olgan dop yuzni qo'qib ketarmikin desam nima degani u kalashdek yeyib tomoshabinlar qosh etib bo'yin o'ynatib turibdi. yana bir gap, televizor sahnalarda chiqadigan ba'zi ayol naqshchilar nimishqa uyg'urcha kiyim kiymaydi deyman. O'qiyotgan satda ah xalqim, ah onam, ah dehqinim, ah millatim degan gap. Ammo shu gapni deb naqsh o'qigan chog'dagi kiygan kiyimi dal oshi millatining, xalqining, ota-onasining g'azabini keltirgan kiyimlar tursa, uning naqshi alning qo'lqa xo'shaqama. Ba'zi naqshchilar kalashdek yeyib turib, alvida ana deb naqsh qo'ydi dedi. 70-80 yoshlik oppoq soqolliq buvaylar navrisdek qizlarga qosh etib, dollarini dik etib soqol tarab yurgan. Elik qizmi cho'ngda destek, elik odamni qari ko'may, buyum tashlab yurgan. Shuna televizorda biror san'at kechiligi bo'lib qolsa, xalq naqshlarini, muqomlarni, ba'zi bir oz sonli ijodkorlarningki naqshini izlaymiz. Bizning muqomlarimiz, xalq naqshlarimiz nima degan yaqinlik, nima degan go'zal ha? Odamning anglagan sir anglag'isi keladi. Hozir cho'lponlar bas e'lon chiqyapsizlar. Chiqsanglarmi, chiqinglar. Ammo sizlar danglayotgan mahsulot ras isil bo'lsa danglanglar. Pulni ko'p berdi deb yolg'on, saxtamonlarni, harom narsalarni danglamanglar. Yolg'on guvohlik berishning eng cho'ng gunoh ekanligini esinglardan chiqarib qo'ymanglar. San'at suyar xalqimizni san'atdan bezor qilib yetib qolgan yana bir ahvol bor. U bo'lsa-mu, mush restoranlarda bo'layotgan to'ylardagi naqsh musiqining qattiq ovozi. Xalqimiz azaldan azal to'y to'ykunlarini nag'ma navosiz qilgan emas. Bu bizning intayin esil an'anaviy to'y madaniyatimiz albatta. Biroq hozir to'ylarga borsak, naqsh musiqining dahshatli qattiq ovozidan to'yga saqmagan odam chiqqanda yarim sarang ulab chiqadi. Ovozining qattiqligidan hatto isil muqomlarimiz bilan yekishlik xalq naqshlarimizni qulqimiz xuddi ziqtiqqandek azoblik kirdi. Bir odam bilan bir odam paranglashib mumkin emas. Erlar yerim daldish bo'lib quloq paqtitga bilib o'ltirganda ayollarning yerimidan ko'proq sarang bo'lib, onam sen yo'q degan paydiga tans o'ynab olamni ma'lum qilishadi. Restoranga kirsangiz qiyomat qoyim bo'layotgandek ovozlarni anglaysiz. Mundaq bo'larsa, xalq Tangrining insonlarga ato qilgan eng isil ruhiy ne'matlardan bo'lgan san'atdan bezor bo'lib ketdi. Shunga san'atning haqiqiy mohiyatini tushunmaydigan g'ayri san'atchilarning g'ayri san'atlariga sahna bermasliginglar kerak. San'atning haqiqiy maqsadi haqni kuylashdir. Qisqasi, haqni kuylash san'atning bosh temasi bo'lgandilar, o'zinglarning insonni xo'sh qilishdan iborat sharafli burchinglarni ado qila olasizlar. Xalq haqiqiy san'atga tashnadir. Ortiq gap qilib qo'ygan bo'lsam, meni afv qilasiz. Ras demismi mush xatga avvallar ras banda. Demak, bor. Meningmi o'zimniki san'atga bo'lgan o'zimning bir qarishi bor. Shuni bir qo'shiq bilan naqsh qilib ijod qilib qo'ygandim. Shu naqshamni sizlarga o'qib beray. San'atkor san'atkor
Şakir'inla sanatçı Sanatkar sanatkar Şakir'inla sanatkar Sanat hakkın kuralı Sanatga el-madad kavur Sanat hakkın kuralı Sanatga el-madad kavur Sanat degen düğü Sanat degen hakkı Sanat degen düğü Sanat degen Hakkını insanın sanat bilen ağuyi Hakkını insanın sanat bilen ağuyi Bulmak olsan sanatkar Hakni maksat kıl Bulmak olsan sanatkar Hakni maksat kıl Yakşılanı hoş gelip Yaman yaklat kıl Yakşılanı hoş gelip Yaman yaklat kıl Ey sanatkar sanatkar Hak suanı bulaydı Ey sanatkar sanatkar Hak suanı bulaydı Hakkı küylep hak için Anni razı kılaydı Hakkı küylep hak için
Anni razı eyleyin. Ya Türkan Ustazım dostum. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Aday, O. köpeci doktorun güzel. Ha. Bunlar gelmem bak. Ha. Ben demem ne vereyim sana. Sen kavunu da. Bana bir dopla rastim qildi bir do'stim. Endi men mush do'ppamni bu mal berib aytgan men olib ketdim, kimga bersam mening hisob. O'sha yerda bir ustozim bor. Mo'shin yaxshiligini ancha g'ingshimda amaliyotlar dars berib aytgan mening bir ustozim bor, boshlig'im bor. Mana san'atning nima ekanligini tushunadigan bir odam bor mush o'rinda. U o'zim atoqli kompozitor Abdulhaq Ava Muslim aka. Mush do'ppini ustozimga tutmoqchiman. Mush do'ppini ustozim mana bergan ta'limlarimizga, mana san'atning hissiyotini kirgizgan ajrimizga mush bir do'ppini sizni sovg'a qilgan bor, gulbek bir do'ppini. Mush shilapimiz eliydigan chet elliknikini. Mana. Rahmat ko'rishim. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ayni yillarda Abduhakim kichik maktabni bitirib borgan vaqtlarda nahot xushavas, chaqchaqchi, o'sha davomli atrofidagilarni kuldirib yuradigan xushavas artist. Men Abduhakimning shu chog'dagi amaliy ahvolati qarta gullarni kundi bor deb qo'ydi ekan. Asli kundi bor seni kelsa deb buni kundi bor deb nom berib qo'ygan. Shundan keyin bizning ishimizda kundi bor keldi deb qo'yamiz. Shunda bir tarixim o'tgan endi. Bugungi kunda Abduhakim o'zgacha bir xil san'at muarifini ko'rsatib, o'zining degandek do'stlari bilan, qarindoshlari bilan, yaqinlari bilan paranglashgan o'rinda, choy ichgan o'rinda shunda bir narsa. Buni biz tekin mushu men mushu sohaga qadam qo'ygan 50 yil bo'ldi. 50 yil bo'ldi. Ma'chaqsa bizim taqa o'ylab yetilmagan bir xil uslub bor. Abduhakim ning bundan keyin taxma ilgarilab mangu bor deb o'tishini umid qilaman. Rahmat ustozim, rahmat. Assalomu alaykum. Bugun muhabbet kuyi nomidagi ustozimiz Abduhakim ukamning san'at kechiriga qadar tashrif qilgan qo'llovchilarimiz Abduhakim ukamning ajrini hurmat qilib kelgan mehribon qarindoshlarimiz va Abduhakim ukam nomidan chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ustozimiz deb to'lashimizni hamda ular bilib turibsizlar-da. Nurg'un yaxshi kitoblarni, yaxshi asarlarni qo'shib keltirgan biz Qurbonlik programmalarida hammamizda pek hayajon solgan yaxshi kitoblarni yozgan. Biz shu kitoblarning obrazini yaratgan. Shuna o'z kasbimizni Abduhakim ukamdan biz chin ko'nglimizdan rozi. Endi men davosam bekerek davosliganda turmayman. Endi Abduhakimning bu bugungi mushu kechaligi nihoyatda bir alaylik hayotning o'zida bitdi. O'sha butun vujudimni, muhabbatimni o'sha ko'rganlarga bir kirishtirgan bir so'z nazardim dedi. Endi ularning xabarlarda men bir naqshchi aralaqda bir keyin bir narsadan bitot o'yindim, intamda. Shu kitobning hammasini Abduhakim yozgan. Abduhakimga men mushu fursatdan foydalanib rahmat aytib adash. Ben sana rahmet ederim.
Abdülhamid'den bana bugün şu muhabbet tutulgan köyler bilen hemimizin kalbide yani bir muhabbet otunu kozgavatıdı. Hemimizdeki köyler muhabbet tutulsun, mehr muhabbet bilen bütün dünya güzel. 93 yıl tuncu kettim televizorda mening 5 itotim chiqqan. Mana bu yo'lni echibga mishada bir ustozimiz bor. U bo'lsa-mu televiziya stansiyasining bunaqa danglik rejissyori adimiz Xurshid G'ufur. Mushuni hep Xurshidlar payqib chiqib keladi. Rahmat o'ylim kelganingizga. 20 yildan beri mening yozgan itotlarimga jon chegizgan o'zining talanti bilan, marti bilan, nishad mening suyimlik kasbdoshlarim bor, alni qo'sh qilishib birga ketayotgan do'st birodarlarim bor. Shu birodarlarimga, o'sha itotchilarga, bir qismlarga yozishga ulgurganlarimga bir necha qo'shiq yozib keldim. Men shuni o'qib beray. Ahmad Kamuchaqshaq. Teatrda, kinoda ham itotda Ahmad bor. Rol alg'ach maktabi al qalbida rahmat bor. İtotlarga chiqib tur, al seg'indi daksini, alning dili yoyrisun, chong keltirgin sanini. Adil Mijitga. İtotchining sarkisi o'tkizibsan kechilik, mag'lub qilib shaytonni ozmobsan sen qilchilik. Televizorga sen chiqsang, xo'sh bo'lib ketar bolammi? Hatto kular teliqib, 90 yoshlik mo'manmi? İtotingda zahar bor, yamonlarga yetkidak, yamonlarning nomatning bag'rini qon etkidak. İtot oynab ma'dilik, algi kulga beriver, al kulsi pul sanaysan, bu yo'lingda ketiver. Dostum şu qarg'a. Kuylarida Qashqarning, Uyg'urning mungi bordir. Bu munglarga mung qo'shgan o'shu qari uni bordir. Uning larzan jaranglik, o'zang aktyor yaramlik, shuhrat uchun shundimi qilmading sen saranglik. Yurkim xush yayraydi, Bompadini anglasam, o'sha qari arziysan, seni qancha danglasam. Abduqayim muallim, siz usta riyosatchi. Har xil rolga chiqsiz, bo'lib dehqon tijoratchi. Ijobiy ham salbiy rol sizga naqla tushidi, ham yozilgan itotlar qo'lingizda pishidi. Mening itotimni mana o'g'itadicha ishga ko'rib siqyadi deyman. Rol olsangiz har qachon yetkizisiz voyga, til ustisi bo'g'achqa tekkizisiz joyga. Shuna xalq har qachon sizga salom yo'llaydi, chiqing ko'prak saniga, xalq sizni qo'llaydi. Dilshod Raydin do'stlar. Şöp getin sebepke imtihan verip gördünüz, nakş eğitip salçılıp, el konuları tuttunuz. Hala verip imtihanı, murat maksat yettiniz, ücretle körükten, acep yollar gettiniz. Kırıp ketken bolsunuz, kayıpın yeni yaşlıkta, nakş yolun anlayını, eğitiyenden başlıkta. Bizler çok basitler otursun. Sizin Dilshod Raydin sahnede çok göreyi, naqshinizdan yo'mirdan huzur elib kuleydi. Abdukerim Ablizga. Abdukerim Abliz desa hamma odam kuladi, qiziqarlik simasi yodiga tiz keladi. Har xil qiziq gaplarni al ichidan qozidi, so'zi ravon kulkulik iqot qilib yozadi. Her yılı bir kişilik elgi soğuğa kılıdı. Uyun koyup pul tepip yançıklı için kılıdı. Sahnede çakmak bulup sözlervergin sözlerve, öz halkını küldürüp runak taptın örleve. Hem de Halmurat Ömer'e. Salam sana çoğun eysa,
Ay patemni aldın mı? Yoki uni ajrashib yana boytab qolding mı? İtot tembir hem nakşa qıtılalmaz qulungdan, talantin köp, rolun köp, qaytma hergiz yolungdan. Ko'rsin seni xalqimiz her obrazda, her rolda, çünkü sen qılalaysan el-qoyil sana dilda. Xayrgul Hasan bilan Guljamal matni yozgan. Xayrgul bar sahnada, Guljamalmu yenida. Bir-biridan qilishmas ular elning dilida. Kızıtıdı Xayrgul sahnimizni to'limi, Guljamaldan qochmadi so'ng maymunning rulimi. Ceddal bolsa Xayrgul, vat bular Guljamal, ular elni küldürdü, qilib rolda har amal. Ataldыңlar, ishkinglar, ayol kulki cho'lpini, bosh kelmanglar erlarga, elib elning ko'nglini. Endi İzzet Elyasqa. İzzet tapding ilingda, kuychi bulbul sen İzzet. Kuyligachki ilingni qildisini al hurmat. Hissiyatliq kuy naqshan, ko'ngilga xo'p yoqidi, izdab seni al kuzi aman sana baqidi. Güzeldir qurbonga. Güzellerinin ovozi tog' suyidek suzukdir. Naqsni anlaganlar güzel nurga siziktir. Larzam naqsh aytganda dona sözleri naqshiga jo'r bo'lib soz chaladi ko'zlari. Endi men yoshlarning kedim, hammasi yozg'im batdi, ulgurmay qoldim. Abdurim Rahman ilimizga. Çıktı yana bir çolpan, kızıl güldak içilip. İsmi onun Rahim Kan, tarar oktak etilip. Her xil rolni oynasa, dal yüzüge okştar, bazı külsen bazı da işçişimdin jıglıtar. Çolpanlığa koşuldu, yani külke çolpanı, deymen igiz bolskerin, ahır onun dolkını. Çaqşıkimni men bugun mush yerda to'xtatay, boshqa zo'r cho'lponlarni keyin yana o'qishtay. Ey san'atkor el uchun o'zinglarni etinglar, xalqimizning qalbini jahonga izhor qilinglar. Kagir do'stim, kagir. Meniki kagir do'stim o'sha. Bakın bana. Oy, İzzet Hanım, rahmet sizge, rahmet. Ateş bulatırdı ya zaten. Oy, imam, kadarat. Oy, pullu sepket yaksınlar, kusuruyla. Hakkında dostlar. Oy, rahmet dostum, dostum boylar. Oy rahmet hanım. Oy rahmet. Oy rahmet. Ko'nglim sigil. Oy dostum, ilham dostum. Dostum, qadar ahvolim yaxshi. Oy, amalni. Kızım bir kuni meni bir naqshamni anglab, uyda bolalarga riyosachi qilib naqshamni og'iltiryotdi. Paxta, kızımni riyosachi qilay deb shunaqa bo'g'isi bakenda qarsam. Şolar bu kızımni riyosachi qilib olsam, xil qamlashtirib 15 maydonni yag'i menga nurg'un pulni tejab berdi bu qizim. Nechqa desanglar bir riyosachi taklif qilsam, 5000 ko'paymasam kelmaydi. Bu riyosachi qizimdimi chiroyliqmi? Endi mush uyan boshlangan vaqtda bu qizimning savodlashtiri yo'q dedi. Chunki u vaqt maktabga kirmagan ekan. Endi hozir bir 10 necha kun bo'ldi bu qizim maktab kirib 50 top savodlashlar birga o'qib, do'stlik hayotini boshlab etdi. Endi bu qizim mushu do'stlariga azroq bir ko'ngil so'g'isi bor ekan. Shu achchimiz gap qilib do'stlari uchun xizmat qilmoqchi. Shunga mushu mikrofonni bersam, qardoshlar 5 minut vaqtimizni kiramizmi?
Assalamu alaikum. Hürmetli ata-analar. Ben sizlerge yandık adamlarını tanıştırayım. Dadamını diyeyim sen mi ismini bilirler bu? Bizim evde 5 can var. Birisi dada, birisi bala, birisi anam, birisi iş bala. O iş balanın birincisi kız. İkincisi yanı kız. Üçüncüsü yanı kız. Dadam bizgi pek amrak. Bizim dadam pek amrak. Dadam bizle bahçama vurup oynatırdı. Ben dadamla min kilo tutup düşsem at bulup durdu. Dadam sesi anam yok vakta biz yoklan kaynak itiktirip yüzünden atıldı. Dadam babam yollarımı piyanino ettirdi. Bu vakit hoşlandı, dadam ne çalışıyor dünyayla. Dadamın kemçilikli, ananın ısına mayını tutusu mayı hissedecek gerekiyor. Benzet bir şey bağlamda dostluk yapmaz, elde parayla kuyup gidiyordu. İşte bahsedilmeydi de bizi aldıydı. Ben dadamın korkumuzu sürmezsem ziyan kıldı da hep benmeydi. Ben dadama ikiz başka ayak giymem diyse tutumlu kar olsun da hep benmeydi. Hem de mesleğe kimsen anamı tanıştır bitti. Anamın ismi Maynur. Ablam pek yaxşılıktır. Öyle bir nes bozuk kesse dadam işim kılamaydı, anamı ziyalaydı. Anamın yaxşılığını sanıp bulamayın. Kemçiliğin var mı ablamın? Ne kadar kemçiliğin? Ablam bizi sabahın 5 suyutudu. Sen ablamla dik pul versen, onun da ezan kibirlerini verip, havını bankaya koyup koyuyordu. Emdi ben sizlerge acamla tanıştırıp idey. Çoğunun ismi kurbansa, küçükünün ismi amansa. Biz acemine ilk bahşiş itimiz. Acem bilen biz hem dost hem artsınır. Hem de üzerinde kişi yok, ben nakşidat kılalayım, şiir okuyalayım. Ben dadam okşar sen kot kotra. Rahmet. Sen beni vermez. Gönderdi ağaçı direkt. Sen buraya çıkıyor. Doğru bana bulamamak sorunlar. Rahmet. Kızımnınki 59 savaqdışı, ustazları. Oşu kızım bilen sizler tuncu ketim bana birinci sınıfını başlap, ilim öğreniş yolunda tuncu kadimini bastınlar. Oşu balam bilen мәңгі dost bulap, inak bulap, bir-biringlarni hürmet kılıp, мәңгілік dostlardan, hamralardan buluşanlarını ümit kılıman kızlarım.
Salomat bo'linglar, yaxshi o'qinglar, yaxshi odam bo'linglar. Hammamizga ma'lum, insonning bir-biriga muhabbat berishi shu insonning mangulik baxt saodatga erishishninki ochqichi. Agar inson muhabbatsiz bo'ladi ekan, u dunyoni so'raydigan podsho bo'lsin, u katta zardar boy bo'lsin, yoki u bilimdan olim bo'lsin, baribir u baxtsizdir. Agar dunyoda hammamiz bir-birimizga mehr muhabbat beradigan bo'lsak, dunyoda nurg'un jangi jidallar bo'lmas edi. Mana shu temaning yo'rt bahmoqchi bo'lib, o'zim bir qo'shiq yozgan. Bu qo'shiqni o'zimning bir o'yinga selib, sizlarga bir o'qib bermoqchi. Bu naqshamning ismi Birivan. Dostum biri ol, sende var ni biri ol, dostum biri ol, sende var ni biri ol. Sevgi, dostluk, muhabbet, yaxşılık ni biri ol. Dostluk, muhabbet, yaxşılık ni biri ol. Hacetmen aşırsa yüzen yemeği biri ol. Hacetmen aşırsa yüzen yemeği biri ol. Şu çok bahitini minnet kılmay biri ol. Minnet kılmay biri ol. Sorsa mihrini içip bergin cikrin. Sorsa mihrini içip bergin cikrini. Söygündün dıllar yayrısın, söygenge söygü biri ol. Söygenge söygü biri ol. Dostlarım
olsak Muhammed Tahit senin gelip al Cennet senin gelip al Gelip alsak Muhammed Cennet senin gelip al Tahit bizning gelip al Gelip alay gelip al Gelip alay gelip al Waalaikum salam Abdurrahman kadar Assalamu alaikum. Bu dostum usul ciddi. Keyin biz birlikte şiir yazdık. Bu dostum şiir yazsa peygamber bilen buldu ki şair buldu ki şairlik talantı varken dep oyladım. Onun dikin bu küldürge oynadı. Küldürgünü mu? Dağdığı yetkizip oynadı. Keyin itot sahasida şu 5-6 itot başlamçılarının biriga aylandı. Esle bu itot oynamay, yaxshi esopken deb o'yladim hozir. Gapimni yig'inchoqlasam, odamning jismi atom bombasidan kuchli bo'ldi ekan. Shuni men bu atom bombasidek og'inamning texmo ta'lining ko'kti texmo yuksak bo'lishini, bolalarning uzun umr ko'rishini, qavmi qarindoshlari bilan jam inoq o'tishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Do'stlarimga vakolatan men shuni demoqchi. Rahmat. Rahmat. Qadrli do'stim Muxtar Bug'ro hojim. Rahmat sana. Imlachim do'stim, men kitobga chiqdimmi do'stim? Yoqtirishingni umid qilaman. Adishim. Abdukim o'zininki 20 yillik mush epizodchilik hayotida nayda nurg'un xalqimizga kerakli temalarda epizod yozib xalqimizni 20 yil kuldirdi. Biz bu shu kulganlar qatorida kuldik. Yaqinning yog'i Abdukim kelkun naqsh cho'p qoldi. Ben bu shu naqsh kechiligininki barliq ishlanish jarayoniga shohid bo'ldim. Abdukim kelkunning naqshlarining hammasida kishilarni haqqa ittifoqlikqa yetaklaydigan bir ruh var. Ama bu sorunda cekalibite emin kitapçılığının bunun dinkin xalqqa bahası 60% düşürüp çıtılıdı. Mana şu tuygumu Abdülkim'den ilingan ilham. Şunun için Abdülkim Kelkün dostumuzdan bunun dinkin kişilerine uluq Allah'dan şefkat dileyimiz. Rahmet dostum. Rahmet dostum. Mana muhabbet, mana bu şundak buludu. Anıdın, atıdın, dostladın, qarindoshlardan aylanıp gelip, en ahiri bu vatangi bo'lgan muhabbatga aylandi qarindoshlar. Şuna men şu vatangi bo'lgan muhabbatimni ifodalash uchun vatan degan bir naqsh ijod qilgan shu naqshamni bir anglab o'tkamsizlar. Vatanım sen, öyüm sen, öyüm sen, yazılıysam köyüm sen. Vatanım sen, öyüm sen, öyüm sen, yazılıysam köyüm sen.
Hem atam mirası Erkin mangan yolun sen Sen aman senden aman Harap olsan ben sana Sen aman senden aman Harap olsan ben sana Doksam her joyda Köngüm sana yar hamam Bu semer her joyda Köngüm sana yar hamam Sen de benim Sen de benim şöhretim Sen de benim lezzetim Sen de benim kıymetim Sen de benim lezzetim Sen de benim kıymetim Sen dünyanın jüriki Ey vətini milletini Sen dünyanın jüriki Sen okşaysan Sen cennetin küriki Sen okşaysan Sen cennetin küriki Vatan ey vatan Dostum. Santka, onlara açıklıdan bulunmuş yüzümüze uğur menesko. Hayır, hafızlıdan. Anamın ki sınırsız. Anamın sınırsız. Yok, sen bekle baba. İşte, bak. Bu benim oğlum. Hadi. Müşahede benim ustazım var.
Şu ustazım sizlerge tanıştırıp koygan kelyapti. Bu ustazım Atish xalqning to'xtikar xalq artisi Abdukerim Zaydin aka. Mening naqshlarimdagi sal Atish Firaqning bog'ligi mana o'sha ustozim bilan 20-30 yil birga ishlaganligimning natijasi. Ustozim, o'sha Urumchiga kelib qilib mening o'yinimga qatnashib qolganingizni to'liq xush bo'ldim. Sizga men bir tal narsa sovg'a qilay deyman. O'sha guldek turing abi. Ha? O'sha gulni sizga sovg'a qilib qo'ydim. Assalomu alaykum. Bugun men shu Abdukim inimizniki kechiligini anglab mushu yerga keldim. Lekin o'zim nati qattiq ta'sirlandim. Men bir naqshchi. Lekin mushundaq bir ishni o'ylab, mushundaq xalqqa nisbatan ma'naviy ozuq berish masalasini bizda xil uzun ekanmiz biz. Aytaman, biz qilolmabdik bu ishni. Mana bizning shogirdlarimiz bugungi kunlikda mana mushundaq bir chunqur ma'nilik mushundaq bir kechlikni o'tkazibdi. Buningga o'ylasak tegidan chunqur ma'nosi bor. Bizning mushundaq shogirdimiz bo'lganligidan men xursand bo'laman, faxrlanaman. Shuning uchun Abdukimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. İlham berginizge rahmet ustazım. Canım rahmet. Özünün tug'ilgan ma'lisini yaxshi ko'radigan odam mana bu shunday vatanparvarlikni qila oladi qarindoshlar. Bizning hozir o'zining yurtining gapini qiz yutvoz deydigan shunday nachar illat bor. Bu xato qarindoshlarim. Bizningki o'zimizning onasini, dadasini, qarindishini, do'stlarini, vatanini, ma'lisini maqtaydigan majburiyatimiz bor qarindoshlar. Mushunda qilgan vaqtda kuyilgan vaqtida andin vatanparvar o'g'in bo'ldi, andin haqparvar o'g'in bo'ldi. Shuning uchun men mushu tug'ilgan bog' eriq deydigan bir jut bor. Shu bog' eriqni kuylab bir naqsh yozgan, shuni o'qib beraman. Mushu bog' eriq degan gapni sizlarga tushuntirib qo'yamda. Men mushu Qashqarning dunyodagi en kadimi paytaxt bo'lgan Qashqarning Atish deydigan bir yurt bor. Bu yurtda Meshet Ozg'on deydigan kichikroq bir yurt bor. Meshetda Sulton Bug'roxonning qabrisi bor. Ozg'on degan yerda yana bir Bug'roxonning qabrisi bor. Bu oraliqi 1 kilometr kelodanda. Endi mana bu shu Ozg'on Meshetning Qap yurigiga o'rlashgan bog' eriq deydigan bir ma'li bor. Men shu bog' eriq tug'ilgan. Odam otam bilan Havo onamiz jannatdan chiqqan vaqtida, zaminga tushirilgan vaqtda avratlariga anjirning yaprog'ini yetib chiqdi deydigan qislarni hammamiz o'qigan bo'lsak kerak. Demak, anjirning jannat mevasi ekanligi bir haqiqat. Endi dal mushu jannat mevasi bo'lgan anjirninki dunyo bo'yicha eng tatligi dal mening shu men tug'ilgan bag'riqda chiqadi bu. Atishliqlar bütün Uyg'urlarningki ilm, irfon ishlarining boshlamchilari. Hamda dal shu atishliqlarning ilm, irfon ishlarining boshlamchilari dal shu bag'riqda. Mesela uzak insanımsan bu, yakın kişiler tanımsa, Abdülkadir Demirhan, Abdülaziz Mahsun, Zeyno Abdülmövlid Demirlacın, bizdeki hazırki halkalar alimiz Muhammed Salih Demirlacı'nın anısı şu bağırdı. Onun mesela ben alimlerim, Abdüşkür Mehmet İnen, müzik ustaz dişvarımızın Kurban İbrahim, kadarlıklar boşunda nurgun alimler der anaş bağırıktı işler. Belki muşu cennet meyvesi encirni yap, bu yerde şundak uluq adamlar çıkan bo'lsa kerak deb o'ylayman da. O'zimninki shu ma'lum tug'ilganligimda naytdi faxrlanaman. Shunga men bir usul pardis ishlagandim. Bu usul pardisning ismini
bağ erik perdisi deb koydum. Yakın Qurbayitni otishga berib, bizning o'yladik bütün bağrıqlıqlarni yig'ib, o'qigan tem qarindoshlar. Otishda yakında qo'ygan bağrıq perdisi deganni o'sha ekranda qo'yib turib, men mishadagi barliq qarindoshlarim bilan qanig'idek bir payt o'ynab olsam deyman. Hammani bir chiqish qilasizlar qarindoshlarim. Qani bağrıq perdisi qo'yilsin. Bağrıq degan güzel jut, güzel jut, otishimning bağçisi. O'xshar nomi jannatga, jannatga, xalqi jannat gulchisi. Bağrıq degan bo'tan jut, neşe azgan jüriki. İlim irfan babida, babida, alemi el-türiki. Hak ne bilip yaşaydı, yaşaydı, bağlanır dirişcan. Merdan ah gümüm, hep yolu dal güreşen. Adem adı zemimda, baka encir koyuptu. Mihnep gelip ter tüküp, yerim bağlı kurup. Sen bağırıp babağam mı, encürini yiyem mi, encürini yiyem mi? Yerim bağlı kösimi, cennet mikin diyem mi, cennet mikin diyem mi? Sen bağırıp babağam mı, encürini yiyem mi, encürini yiyem mi? Yerim bağlı kösimi, cennet mikin diyem mi, cennet mikin diyem mi? Bağrıq degenden jut, odan jut, encir purar havası. Bağrıq yavraydı, yavraydı, muhabbetinin havası. Bağrıq degen güzel jut, yeşil jut, ecdadım var öyüm var. Bağeri etti jurtumda, jurtumda, menge tügemez köyüm var. Sen bağırıp babağam mı, encürini yiyem mi, encürini yiyem mi? İrem bağda kösini, cennet mikin diyem mi, cennet mikin diyem mi? Sen bağırıp babağam mı, encürini yiyem mi, encürini yiyem mi? İrem bağda kösini, cennet mikin diyem mi, cennet mikin diyem mi?
Ha? Chiqib qoldingmi bolam? Dada bir tarpim qo'shamsa gapimni anglaysan-ku. Anglayman bolam. Pek uyqum kelib ketdi, uyani mushinchilik qilaydi diyor. Vay balam uyqum kelib ketdimi vay jenim balam. O'tiribdi balam. Bo'ladi balam. Uyqum kelib. Ha. Sizlar chavak chep qo'shag'ini xo'shlab ketib o'qiy yuribdim-a. Vaqt bir yak berib ketdi. Balam riyosat yo'g'an keyin o'sha balamning gapini rost qilamiz endi. Ha, endi mening tayyorligim asosan mushinchilik. Shunda xo'sh bo'ldim sizlardan. Hayotimdagi eng hayajonli o'yinni qo'ydim desam bo'ladi. Hech qachon bugünkidek o'zim xo'shulab bir xil qongandek hissiyat kelib qolmagan. Bugun nayt xo'sh bo'ldim. Menga ilhom madad berganinglarga rahmat, tom qarindoshlarim. Mening o'yinimni qat'iy qilib ko'rganinglarga, menga ilhom berganinglarga ko'p tashakkur. Sizlardan to'liq rozi bo'lib ketdim, to'liq xush bo'lib ketdim. Sizlar mendan rozi bo'lib ketasizlar. Xudoyim bo'lsa, har yilda mush kunda men bir o'zimninki qilgan aytganlarimdan sizlarga mush qam qarindoshlarimni mushaga chiqib bir qatim doklad bermoqchiman. Bugun va'da qildim. Kelar yil agar xudoyim salomat bo'lsam, chuqum musha yana bir jam bo'lamiz. Muhabbet çiğitken uydumuzdaki Rabbi'ye yollara Selamet olanlar, mevzu selamet olanlar, mevzu akıllı olanlar, mevzu selamet, mevzu selamet arkadaşlar. Tamam.